Assalomu alaykum YouTube kanalimizni hurmatli kuzatuvchilari, obunachilari. Bugun sizlarga ajoyib video tayyorlab qo'ydim. Yaxshilab joylashib olib, kofechalar, suvchalarni oldingizga qo'yib olib, ichib maza qilib ko'rsanglar bo'ladi. O'zbekistondagi eng katta ishlab chiqaruvchi Royal, ya'ni elektrovodonagrevatel, endi hammaning tilidan Ariston deb o'rgangan vodonagrevatel o'zi aslida elektr suv isitgich deyiladi. Shuni Royal brend ostidagi zavodiga, ya'ni O'zbekiston Toshkent shahridagi zavodiga Asaf jamoasi bugun xudo xolisa mehmonda. Hozir shu zavodda bir teshikdan kirib, narigi teshikdan chiqib ketamiz. Bu yerda juda zo'r yengillik kosvinniy boylerni osma varianti. Shu 100 litrlik do'konlarda sotiladi-ku, o'sha 100 litrlikni Royal zavodida Shivaki brendi ostida ishlab chiqarishyapti. Bularning eng katta plus tomoni, menga yoqadigani, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotni eng yaxshisi nobodi mana shu narsa. Orada vaqt o'tib, zanglar teshilib qolsa, zapchasi borligi, ya'ni mana shu teplobmenlik maydoni 1 metrlik teplobmenlik borligi. Buni ichida hozir shu ochiq bitta variantini ko'rsataman. Mana shu ichidagi hamma zapchasilar mana anotidan tortib, shu kalsiozgacha, elektrodlargacha, hozir men bir narsalarni nomlarini aytolmayotgan bo'lsam, mana NTC datchigi gilzalari, предохранительный klaplari, rozetkalarni, vilkalarni hamma uzoliklari bor. Knopkalar mana shularni sindirib qo'ysanglar ham hammasi o'zimizda borligi eng katta plusi. Mana bunaqa indikatorning lampochkalari bor, yonadigan, krepleniyalari, krishkachalari. Hozir mana shu zavodda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni ham stenddagi varianti, bilasizlar, o'zimizda oldinlari shu Wisman atmosferniy Vitapen kotyollar yig'ilardi. Hozir уже bizni tavsiya berayotgan kondensatsionniy kotyollarimiz Germaniyadan keladi. Bu yerda mana suv isitgichlar, elektr suv isitgichlari, mana ichidagi teni, anodi, keyin mana shunaqa trubochkasi bo'ladi. Hammanglar o'zinglar uchun bilib qo'yinglar. Shu joydan sovuq suv kiradi, issiq suvni teparoqdan suv issiqlik chiqqani uchun mana shu trubochkasidan oladi. Xuddi shu narsani ichiga teplobmenlikli, ya'ni одноконтурный kotyol qo'yib turib, kosvinniy boyler qilib ishlatsa bo'ladigan. Mana shu kraskasi maxsus o'zi, stiklofosfatniy deyiladi adashma, stiklofarforniy. Turkiyadan keladi, hozir nomi esimda yo'q. Buni ham o'sha issiq suv tepaga chiqqanligi sababli ichkarida trubochkasi bor. O'sha trubochkadan issiq suvni oladi. Buni Aristondan bitta eng katta farqi soatiga 600 litr ishlab chiqarishi laboratoriyada tekshirilgan. Laboratoriyaga ham kiramiz. Xo'sh, mana bu obratkasi, ya'ni kotyol obratkasi. Kotyoldan issiq suv kelib, teplobmenlik ichidan aylanib turib, ichidagi sovuq suvni isitib beradi. 100 litr suv, sig'imi ham o'zgarmagan. Bundan tashqari resirkulyatsiya, ya'ni o'zingizga qulay qilib, любой время issiq suvni ochgan paytingizda issiq suv qilib beradigan qilib resirkulyatsiya ham qilingan. Bundan tashqari NTC datchik uchun vixtlari 15 внутренний, bu yog'i 20 внутренний. Yana katta pluslardan bu yerda mexanический termometr bor. Ya'ni mana bu yerdagi termometr buzilib qolsa ham, nima bo'lgan taqdirda ham bu ishlayveradi. Yo'q, buzilib qolsa emas, tokdan ajratib turgan bo'lsa ham ko'rsanglar bo'ladi gradusini. Bu yerda o'zingizlar xohlagan gradusga qo'yasizlar, mana. Xohlasanglar Ariston variantini, ya'ni mana bu elektriskiy vodonagrevatilli mana bu teni bor, mana ichida ko'rasizlarmi, ten. Shu tenini o'chirib qo'yib turib, shunchaki kotyolni o'zidan ishlatsanglar bo'ladi. Agar gazinglar bo'lib turib tok bo'lmasa shu teplobmenlikdan, lekin gaz bo'lmasdan bo'lmay qolsa, shunchaki oddiy isitgich o'sha vodonagrevatel, suv isitish vodonagrevatilga o'xshab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Elektr suv isitgich sifatida kafolat 3 yil, telefonlar, qaranglar bularni eksporti O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Ukraina, Rossiyaga ham eksport qilyapmiz. Komplektida obratniy klapani bo'ladi mana bu yerda. Hozir hammasini birma-bir ko'rsataman. Bu zavod upakovka qilinadigan darajasigacha shu zavodda o'zida hammasi yig'iladi. Shu yerda hamma o'zimizning o'zbek o'g'lonlar, o'zbek ayollar, qizlar, sinlarimiz ishlayapti. Sizlardan bor yo'g'i bittagina tirs etib mani naravitsani bosib qo'yib, kommentariyaga "Olg'a o'zbegim" deb qo'ysanglar, shu videoda shu teshiydigan yigit qizni ham ko'rib xursand bo'lishadi. Ular ham motivatsiya olishadi mana. O'zimizda hammasi avtomatlashtirilgan. Hozir soat qaranglar. Soat 4, rovna soat 4 da 15-20 minut bularga choy-poy ichib olishga vaqt beriladi. Boyaga men sizlarga aytganim, bu suv isitgichlar, elektr suv isitgichlar. Lekin buni
ikkita varianti, ya'ni 150 litrli varianti bor, kosvinniy boylerni. Mana ko'rasizlar, обратка, podacha, NTC datchigi, bunisi resirkulyatsiya 15-15 20 diametr. Mana elektronli tablosi. 150 litrlik, mana ikkita kronштейni bo'ladi. Mana bitta kronштейн, ikkinchi kronштейн. To'g'ri aytishingiz mumkin, 150 litrli devor ko'tara olmaslik. Mana bu 100 litrli. Shivaki brendi ostida. 100 litr ko'rsam tayyor turibdi. Menga eng yana yoqqan tomoni, xo'sh, men o'zim narx-navoni juda yaxshi bilaman. Bozorda 100 litrlik kosvinniy boyleri narxi $400 dan baland. Bu $300 dan sal nari berisi bo'ldi. Shuni o'zida $100 iqtisod qilyapmiz, ya'ni 1 million so'm atrofida. Endi boyaga masalaga qaytamiz. Nobog'da sizlarni devoringlar mana shunaqa gipsokartonli bo'lsa yoki gazoblokli yoki xom g'ishtli, nima deydi, shu 150 litrni ko'tara olmaydigan variant bo'lsa, sizlarga noshka ham, shunaqa noshkali varianti ham bor. Mana tegidagi o'zgarmagan. Buni ham devorga osib qo'yasizlar, ya'ni laponlab ketib qolmaslik uchun tepadan ham pastdan ham. Undan tashqari buni yerga qo'yib turib, noshkaga o'tkazib, tepasiga mana shunaqa qilib kotyolni yig'ib olsa bo'ladi. Sezyapsizlarmi? Mundoq turib bir xil bo'ladi-da, ya'ni penalni shkaf ichiga bekitib olsa bo'ladi. Novostroykalar. Endi buni asosiy ishlatiladigan joylari qayerda? 100 litrlik yoki 100 litrlikni o'zi 1 soatda 600 litr issiq suv berar ekan. Endi o'zingiz o'ylaylar, hozir Novostroyka domlada kattaroq 100 kvadratli Novostroykalarga boryapmiz. O'sha Novostroykalarda ikkita sanuzil bo'lyapti. Ikkita sanuzilli variantda mana shu duxkonturniy kotyolni o'zi yetkazib bera olmaydi. Shu sababli kosvinniy boyler qo'yishni doim tavsiya berganmiz. Endi buni choyxona, restoran, kafelarga ham qo'ysanglar bo'ladi. Sababi u yerda idish-tovoqlar juda ko'p yuyiladi. Masjidlarga ham qo'ysa bo'ladi, chunki u yerda ham tahorat qilinadigan paytlar bo'ladi. O'sha peshin payti yoki juma paytlarida juda issiq suv rasxodi ko'p bo'ladi. Kommentariyada yana qaysi ishxonalarda issiq suv ko'p ishlatiladi? Kafe, restoran, masjidlar, choyxonalar, yana qolgani uylarda ham endi ayollar soni ko'proq bo'lsa ham, u yerda ham rosa ko'p idish-tovoq yuyiladi, juda ko'p issiq suv rasxodi bo'ladi. Keyin yana bu zavodda eng katta plus tomoni, mana shu katta zavodda ishlab chiqarilayotgan nimaki bo'lsa, ishlab chiqarish jarayonining o'zida ham hammasida ketma-ket laboratoriya bo'ladi. Undan tashqari shu yerda o'zi sinovdan o'tkaziladi. Mana ko'rasizlarmi? Issiq suv dushovoy smesillarni 3 tasini qo'yib qo'yishgan, bir-biriga ulab qo'yishgan, filtrdan o'tkazishgan, gaz olib kelib qo'yishgan, mana reduktorlar hammasi tekshirib, mana shu joyi o'zi tekshirib, mana radiatorlar ham turibdi. Mana 1, 2, 3, 4 3 ta radiator turibdi. Radiatorlarga ulab qo'ygan, kosvinniy boyler ulab qo'ygan. Yoqib, mana shu joyi o'zida tekshirib, sinovdan o'tkazib, keyingina javob, kafolat bizaniki mana shunaqada turib gapiriladi. Undan tashqari boshqa laboratoriyalar ham bor. Ya'ni mana shu yo'mkislarni apressovka qilib tekshirib ko'radi. Buni ulangan joylarini mana bu ispitantilni o'sha yashiklari. Bu yerda elektr suv isitgichlarini mana sinovlilar, ispitatilni obrazet, ispitatilni ko'rsam 50 litrligi, 80 litrli mana shu issiq suvlarni qo'yib qo'yishgan, soatni yoqib turib, suv sho'tchigini yoqib, kublarni hisoblashadi. 1 soatda necha litr issiq suv qilib beradi. Endi sizlarga yana bir qiziq momenti, qiziq deb yozib qo'yinglar kommentariyaga. Mana shu ishlab chiqarish jarayonini bir sidra tezda ko'rsatib chiqaman. Mana laboratoriyada hattoki tenlarni ham tekshirishadigan apparatlari bor. Og'irliklarni tekshirishadi. Endi sizlarga narx-navo 100 litrligi shu $300 dan sal nari berisi ekan, aniq summani xudo xolisa keyingi videolarda gapirib o'tamiz. Sizlarga nimaiki qiziq bo'lsa, aniqroq sifralar qiziq bo'lsa, iloji bo'lsa telefon raqamlar bo'ladi описаниеda. Описаниедagi telefon raqamlarini o'ziga telefon qilib, narx-navo, yana bu taklif do'konchilarga ham to'g'ri keladi. Ya'ni do'konchilarimiz, savdogarlar o'zi eskidan O'zbekistonning savdogarlari, o'zbek savdogarlar eng kuchli savdogar bo'lishgan. Shu sababli shu savdogarlar ham shu videoni ko'rib turib, bemalol telefon qilib, do'koninglarga mana shunaqa qilib osib, foydani qilsanglar bo'ladi. Men o'zim video qilayotganda biron bir mahsulotni olib chiqishdan oldin men doim o'zim sinchiklab, o'rganib chiqib, undan keyin tavsiya berganman. Bu oddiy elektr suv isitgichlari boshlanishi mana shunaqa bo'ladi, listdan bo'ladi. Juda ko'p protsesslari, jarayonlar avtomatlashgan. Mana list ko'rasizlarmi, yig'yapti, dumaloq qilib qatat qilyapti. Boshlanishida mana shunaqa bo'ladi.
Birinchi bu listimiz shunchaki mana bunaqa qopqoq ishlab chiqaradigan protsess mana. Press. Mana press qildi. Mana shu ukalarimiz baraka topsin, shu yerda ishlab qaranglar, shu yerdan tushib keladi hozir, topib ketib. Ana ana bu qopqog'i tepasi. Keyin davomini ko'ramiz. Bittasi menda professional 36 taga yaqin svarchik ishlaydi. Mana shu yerda ham mana shu jarayon ketyapti, ishchi ko'rinmayapti. Sababi ko'p narsa avtomatlashgan. Mana ko'rasan, aylanib ishyapti. Mana ishlab turibdi, listlar mana pastga ketyapti. Bunaqasi osilib, dalchib ketyapti bu yoqqa. Keyin yana bitta zo'r ma'lumot berib ketaman. Mana shu kesish jarayonida, keyin mana bu svarkalash jarayonida listlar yog'li bo'ladi, yog'li bo'ladi. Lekin bu ishlar tugagandan keyin abizjirit qilish kerak. Abizjirit qiladigan zona ham, maydoni ham bor. Mana. Bu yerda mana 30 litrlik, 50 litrlik vodonagrevatorlar krishki 300 deb qo'yib ko'rasan, 30 sm diametr. Zakaz tushgan, o'sha zakazga, ya'ni eksportga, o'zimizning mahalliy sotib oluvchilarga ham mana ishda boyiga tayyor butun krishkani kesib chiqarilyapti. Ko'rasanmi? Hammasi kerakli joyda o'zi, kompyuterlashgan. Bu yoqda mana bochkalar, bu yoqda svarishniy sexi. Menga mana shu joy rosa yoqdi. Mana buni qaranglar, taxlab qo'yishgan 30 litr, 50 litrliklar. Mana avtomat. Dunyoda eng taniqli Kuka degan robotlar shu yerda ishlab turibdi mana. Robot olib beryapti, dumalab ketyapti. Mana shundan uzatib svarishni joyiga kelyapti. Bir-biriga mana kelganda svarka jarayoniga to'g'ri kelib qolsa zo'r bo'lardi hozir ko'rsak. Bu yerdan ham robot olib beryapti, qaranglar. Ana. Mana. Zo'ri avtomatlashgan. Keyin mana bu robot daq olib beradi. U dalshi ketadi mana. U yerda ham svarka, bu yerda ham svarka. Mana. Shoflarni qaranglar tekisini. Endi yana bitta qizil narsa aytaman. Mana bitta mis simli bot. Feli svarka qo'yotganda bilasizlar, uni simlar chiqib turadi mana. Eng qizil jarayonlarda menga yoqadigani mana kransteynni yigitlar svarkalab qo'yapti. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bu robot svarkalaganda mabodo mana bunaqa ulangan joylardan, shoflaridan suv chiqib ketib qolsa-chi deyshadi. Mana shu savollarga zo'r javob beramiz. Harakat topgan. Mana shu joyga kelyapti-da. To'r davlini atmosferada ichiga havo urib, apressovka. Men doim eng yaxshi ko'radigan jarayonlardan bittasi, ya'ni uydagi отопление sistemasini ham apressovka qilib topshirish ko'p gapiraman. Bu yerda ham suvga bog'liq nimaiki bo'lsa, suvga solib turib, apressovka qilib tekshirib topshirishadi. Jarayon undan keyingi jarayonda ham yana svarka ishlatilsa, yana suvga solib tekshirishadi. Hozir 10-15 minut dam bo'lgani uchun robotlar dam oldi. Mana bitta ko'rasan, to'tgan svarka ishlaydi. Mana bu akamiz suvga solib, apressovka qilib tekshirib topshiradilar. Shunaqa jarayon. Bu yog'i keyin abizjiruniga ketadi, abizjirunidan keyin kraskaga ketadi. Mana osib qo'yilgan, ko'rasan. Peska struyda mana bu svarkalangan joylarni urib tashlaydi. Mana. Gap yo'q. Olmaylar. Salomat bo'ling. Bu peska struymi bu? Peska struyi topdimi? Urib qo'yasiz bir-biriga. Gap yo'q. Peska struy degani bilsanglar, mana shu svarkalanganni bolg'a bilan tashlasa urib qo'yishadi, lekin o'sha ichida peska struyda chirsillab turib mana shu hammasini chiqarib o'tadi. Ha, rangini qaranglar, o'sha mutniy bo'lgan, yaltiroq, bu tayyor holati. Emalga beriladigan. Ko'pligini qaranglar buni. Bu ko'pligi bu shunchasini to'g'ri siz bitta dona o'rnatasiz, shu bilan suvingiz yaxshi bo'lsa 10 yil ishlatasiz, 5 yil ishlatasiz, lekin bu ko'pligi meni xursand qilgani, birinchidan ish o'rni bitta zavodda bir 200-300 ta odam ishlasa kerak. Ish o'rni shuncha ish o'rni yaratilgan. Undan tashqari O'zbekistonni chet elga chiqarilayotgan salohiyatida, chet elga eksport qilayotgan salohiyat. Mana yigitlar
elektrodlarni, anodlarni ichiga joylashtirishyapti. Hammasi buni ham tekshiruv nazoratda bo'ladi mana. Har bitta detallar. Men xuddi shunaqa protsessni Turkiyaga zavodga borganimda ko'rgandim. Undan tashqari xuddi shunaqa protsessni Germaniyada ham ko'rganman. Bu ko'rib turgan qoplamanglar ichidagi suvki. Endi buni ustidan mana bunaqa qoplamasi bor. Bundan tashqari mana ko'tarib solib berishyapti. Mana. Gap yo'q. Orasida qancha santimetr bor buni? Keyin pokey solinadimi ichiga? Gap yo'q. Bu ustidagi chiroyli nimasi, shunchaki tunikasi. Upakovka jarayoni bu. Bu laboratoriya. Har bir jarayonda laboratoriya bor. Ko'rasizmi? Laboratoriya qilib tekshirib topshiradi. Har bir jarayon laboratoriya qilinadi. Svarka qildi, tekshirdi, svarka qildi, tekshirdi. Endi mayda-chuyda ishlarni qizlar qiladi doim. Mana elektronniy o'sha kablochalarni yig'ishadi. Mana suvlar, bu yerda suvlar ko'rasizmi? Обезжиривание ketyapti bu yerda. Ya'ni yog'li temirni ustidagi yog'larni yuvib tashyapti. Oxirgi etapda mana upakovka bo'lib chiqib ketyapti. Upakovka bo'ladi, to'g'ri darajada mashina kelib ortib skladga. Skladdan keyin kerakli joylarga, viloyatlarga, qo'shni respublikaga chiqib ketadi. Videoni mana shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Bizani nima deydi, sodiq kuzatuvchimizligingiz shu joydan bilinadi. Kommentariyaga oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'ysangiz, men o'zim uchun bilib olaman. Shu videoni tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'rishsin, shunaqa katta zavodda ichkariga kirishga ruxsat bermaydigan joylarga bemalol uyda o'tirib mana ko'rib oldinglar. Mana bu yoq tomonimiz alyumin profil ishlab chiqadigan zavod. Bu yog'i to'liq mana shu zavod o'sha suv issiqlik sohasida mutaxassis deb qo'yib qaranglar. Sog' bo'linglar. Biz videoni sizlar uchun oldik. Sizlar mazza ko'rgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Salomat bo'linglar. Kommentlarda aktivroq bo'lib, shu videolarni ko'tarib tursanglar, biz xursandmiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.